Assalomu alaykum leydilarim. Biz offline darslarni boshlab oldik. O'sha birinchi potokimizga kirishdi. O'sha ikkinchi gruppamiz boshlandi. Hozir mana kursimizga kelgan qiz aytibdilar, lazer qildirganlarni. Aytbering, nima bo'ldi lazer qildirganingizda? Oyog'ingiz sog'mi faqat? Lazer qilganman, lekin hech qanaqa ta'sir ko'rmadim. Shuning uchun yo'q, qanaqa edi xuddi shunaqa. Endi bismillah deb keldik. Hech pulga qildirdingiz lazerni? $200 Ana, $200 qildirgan bir marta. Siz bir marta qildiribsiz-ku, 2 marta, 3 marta qildirganlar ham bor bizda. Shu bittada ham shu maqtabni qilishadi-yu, lekin o'zgarib bo'lmadi. Lekin gimnastikadan keyin aytamiz o'zgarishlar. Xudo xolasa. Bo'ldi, bugun birinchi darsligi. Xudo xolasa mana soat 3 bo'ldi. O'sha qizlarimiz ikkinchi gruppadaglar yig'ilishyapti.